Xo'p, nima uchun trubada homiladorlik kuzatiladi? Trubalar juft a'zo bitta ozgina bo'rttirib ko'rsatilgan bunaqa darajada katta qalin a'zo emas. O'shaning uchun demak qo'lga ilinmaydi, o'zingda ko'rinmaydi. Suyuqlik jo'natgan paytimizda rentgen qilganda suyuqlikni hisobiga ko'rinadi ekan. Xo'p, trubada homila bo'lishini sabablari mana shu kichik chanoq a'zolarida qanaqadir operatsiyalar o'tkazadigan bo'lsak. Hozirgi moda bo'ldi trubani yuvish. O'sha narsa ham mumkin emas. Juda ko'p qayerdan chiqdi bilmayman bu narsa. Juda ko'p nimalar akusher-ginekologlar shu narsani qo'llaydi. Trubani yuvsa truba ochiladi. Trubani ichida varsinkalari bo'ladi, kiprikchalari bo'ladi. Vazifasi nima o'shani? Spermatozoid keladi, aktiv holatda dumi bilan harakat qilib bemalol demak yetilib yorilgan tuxum hujayragacha yetib kela oladi. Ular qo'shilib orqaga qaytayotgan paytida trubani ichki qismida ana shu kiprikchalari bor. Ular harakatlantiradi va o'sha tuxum hujayraga qo'shilgan urug' hujayra ikkalasini dumalatib bu yoqqa olib kelib qo'yadi vazifasi. Xo'p, buni ichida nimadir o'tkazadigan bo'lsak, masalan, u yerda suyuqlik kirdi u yoqqa yoki bo'lmasam xronitskiy afaritlar, anneksitlar deymiz, tuxumdonni yallig'lanish. Ana o'sha narsa ham asorat beradi. Yana o'sha jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar. Shuni hisobiga ham bu joy yopilib qoladi. Yoki bo'lmasam yopilmay qolsa ana shu yallig'lanish holatlarini hisobiga urug'langan tuxum hujayra demak shotga keladi, ketadi trubani ichida. Bu yoqqacha kela olmaydi. Endi u bo'linib ko'payib, u tushunmaydi makkani ichidami, bu trubani ichida bo'lyaptimi bu jarayon. Bo'linib ko'payaveradi, u yashayapti, ko'payyapti, kattalashaveradi. Kattalashib, demak maksimalniy 4-5 haftaga borgandan keyin bu joyga sig'may qoladi, yoriladi. Ichki qon ketish boshlanadi. Ana o'shani hisobiga hozir bir truba olib tashladi. Hozir endi infeksiyalarni tekshiramiz, chunki sababini baribir topishimiz kerak nima